suvning hosil bo'lishi qayda hosil bo'lgan ekan? Qadim zamonlarda bir mehribon ona bilan nima qo'l ikkala er xotinlar ikkalasi yashar ekan. Ularning farzandi yo'q ekan. Bir umr nola qilib, lekin shunday yashashga juda qiynalar ekan. Chunki atrofi qurg'oqchilikda, cho'lda nihoyatda qiynalib, ekin qila olmay, boshqa qila olmay juda qiynalib yashar ekan. Ular doim yomg'irni kutib, qorni kutib, o'shalarni nima qilib, o'sha tog'larda, masalan, toshlarning ustida, ko'lmaklarga nima qilib qo'ygan suvlarni tindirib, o'shalarni ishlatar ekan. Xudoga nolasi doim yig'lar ekan. Farzand ber, farzandimni ortidan yurtim ilm obod bo'lsin, bir qultumgina suvni ham ber deb o'ylar ekan. Doim duo qilar ekan. Shunda yillar kutibdi farzandni. So'ng bir farzandi tug'ilganda unga nima qilib, o'sha obodjonni erkalarkan, u hech yig'lamas ekan, jim yotganidan ona qo'rqib ketar ekan. Shu birgina bolam ham tilsizmi, quloqsizmi bo'lib tug'ildi deb yig'lab alla aytgan. Yig'lab alla aytganda ko'z yoshlaridan shunday tomchilar emas, do'rlab oqib suv tushgan. Shunda yerga tushgan onaning suvi nima qilgan ekan? Suv paydo bo'lib ketgan. Shundan o'sha suvlar ortidan butun tabiatimizni, yerimiz, hammasi mo'l hosillarimiz o'shandan obod bo'lgan ekan. Shuning uchun yurtimizni eng birinchi so'raganda, yurtingiz qanday deganda obod bo'lgan, ozod bo'lgan deb bemalol ayta olar ekanmiz. Bu eng bizning eng chiroyli birinchi aytadigan ham ona tabiat deb bekorga o'shanda aytishimiz bejizga emas ekan. Chunki ona tabiat onamizning ko'z yoshlaridan kelgan. Uning chiroyli duolaridan kelgan, juda ham chiroyli ko'rinishli ekan tabiatimiz, atrofimizdagi olam